Assalamu alaykum qadrlik anlıqçılar. Anlavatqanlar mahallamni yoritgan ay bilan suhbat programmasining hayot hikmatlari sayfisi. Biraylan shundoq debdi. Men mang'almayman. Chunki mening putum yo'q. Oldimda piyoda minib ketayotgan odamning menga qarag'inini ko'rdim va chiroydagi ifodadan Allohga shukr etayotganligini tasavvur qilmoq tas emas edi. Va ko'nglim yerim bo'ldi. Shundaqdimi kaynimga qarab baqdim. O'ng tarafimda bir mozorlik bor edi va u yerda qabristondan menib chiqolmaydigan jasadlar bor edi. Buni ko'rib Allohga shukr etdim. Ey Allah, sen aldığan nefsimni beripsen, yeydiğan rizqimni beripsen. Ve sol tarafımga qarasam, yana bir puti yo'q odam turadi. Ve onundan sordum. Ey hem taqdirshim, sana nima bo'lgan edi? Dedi ki, men bir boyvachchi edim ve mashinam bilan her yerga boratdim. Bir kuni hadis yuz berdi. Mashinani bakil tez haydabdiman. Chunki kayib soruniga ittik bormasam bo'lmaydi. Buni anglab Allohga texim shukronim ochdi. Ve dedim ki, barcha hamdosana meni o'z yo'lda vatanimni qutqizish jangida putlarimdan meni ayirgan Allohga bo'lsin. Ve oldimdagi piyoda odamga va otliq mashinasi bor odamga shunda nasihat qilgim keldi. Sizlar menib yoki chepib ketayotganlarga emas, balki qandoq yo'lda qayerga ketayotganlarni hargiz her zaman esinglardan chiqarmanglar. Qadrli do'stlar, programmamizni yoqtirgan bo'lsangiz, kanalımızga mushtari bo'ling.